Assalomu alaykum do'stlar, qadrdonlar. Namangan viloyatiga kelganmiz, ya'ni aeroportiga ketdik. Yo'lda mana shunaqangi antikvar mashinalar ko'rib qoldik. Ya'ni zavod holatda turibdi. Ko'rishingiz mumkin. Kraskalari ham radnoy. Rollari burlar ekan. Xudo xolasa biz hozir narx-navolarni yoritib berishga harakat qilamiz. Usta akamizdan bir boshdan gaplashamiz. Assalomu alaykum. Mikrofonni olasiz. Alaykum assalom, sizlar. Aka, narxlar bilan tanishtiraymi bo'lmasa bularni? Vash rossiyskilar 1.800.000 bo'libdi. 1.800.000. Ha. Bundan ko'p ekan sizda aka? Retro endi yig'amizda biz ham. Aha. O'sha haligi Aldam, ha, restoran. Mana shu ko'rganimiz radnoymi? Bu radnoy bu. Kraskam bo'lmagan. Bu bilinib turadi-ku. Bularchi Mercedes? 91-yil chiqqan. Bular 1,5 milliondan sotilibdi. 1,5 million. Mana bu joyda remont xizmatlari ham ketyapti. Ichkarida har xil nimalar bor ekan, deysiz. Bor. Ha, mana shunaqa qilib yangilaymiz-da. Ikkita, uchtadan bitta chiqadi. O Ferrari'ni chiqargan, gigant bor ekan. Böyle ham remont qilamiz, amiz optesi bor. Kuzatuvchilar tugab qoldi degan gap ketmas ekan bu joyda. Sababi eski antikvar mashinalarni xohlaganlarni topishlari mumkin ekan. Hozir qayerga ekan? Namangan qayerga qarayapti? Lola mikron yo'lida bu. Bo'lmasa narxlarni mana shu kichkinacha nechiga chiqmagan? Kichkinalari 800 ming, ana shunaqa. 800 ming ha? Ha. Bu yuradimi? Ha, yuradi. Mulk amanasiz. O yangilarga o'taylikchi bo'lsa? Bu kattaroqlari bor. Bizda qolmasa ozginadan ishlagan. Aha. Mana ular o'sha 1 million ashunaqa sotilibdi. Mana ular o'sha 1 million 200 ming sotilibdi. Asfaltga o'tib, antikvarlarni turib boramiz. Bo'ldi. Bu ham retro-da. Retro aka. Ha, Nechi pul ekan bu? bunisi 1 million. 1 million. Uncha ana. Ha, Komfortligira. temirlikda bular. Bu 77-yil chiqqan mashina bu. 72-yil chiqqan. 77. 77. Ha. Bunimiz narxi nechi bu? Bu ham shunaqa 1 million 200 ming sotilibdi. 1 million 200 aka. Velosiped forma ekan bu. Ha, bu ash rossiyskidan-da. Tipkili. Juda go'zal. Akalar, xudo xolasa, Mana ko'cha betqaylar. velosipedlarimiz nechi bu? Velosipedlar 130 mingdan sotilibdi. 130 ming. Bunimiz Bu ham shunaqa. samokatlar ham bor ekan. Mana buchi 1 million qadar. 1 million. Qayerdaki bu? Bu ham Xitoy. Xitoy bu. Ha, o'sha retro sifat qilib chiqargan. Mototsiklimiz Mototsikl 800 ming bo'ladi. juda go'zal. Bo'lmasam adresni bitta tushuntirib olasiz. Ash Lola mikron yo'li. Hatto trassa bu edi. 11 kilometr yetmasdan, Ha. Ash ziyofatda oldi oshxona. Akalar, qisqa va lo'nda qizdagi efirda videoni nima qildik? Ko'rsatib berdik. Xudo xolasa akamiz raqamini yozib qo'yamiz. Telefon qilib Namanganga yo'llanib tushganda har ikki ishlaringiz. Hammaga rahmat. Sog' bo'ling.